Hurmatli obunachilar, aeroport Qarshi mahalladan 5,5 sotixlik uchastkamiz chiqibdi. Byudjetni arzon deb so'raganlar, shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Arendani birdan aytib ketaman. Qarshi mahalla degan darvozadan kirgandan shunday yo'l ustida joylashgan shu uchastkani sotuvga, shuni birgalikda obzor qilamiz. Keting. Bismillah. Kirish darvozaxonamiz. Endi bitta mehr beriladi, natijani patrul qilinadimi? Darvozaxona bo'ladi. Bu tarafda mana devorni ochib qo'ysa kattaroq nima bo'ladi? Mana hovlimizga kirish darvozaxonasidan zeleniy zonamiz. Gaz svetda muammo yo'q bu yerda. Ozgina ishlov bersa, chiroyli hovli bo'lib qoladi. Bismillah. Uyimizning asosiy kirish eshigi, katta hol. Birinchi mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham katta ekan. Ozgina ishlov bersa, devorlar yaxshi, pollar yaxshi ekan. Spalni. Barchalar uy qilib qo'ysa ham bo'ladi, mehmonlarga yotoqxona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Yana bitta xonamiz. Xonalar juda katta-katta. Bu tarafda hojatxonamiz bor. Buni mana hammom qilib qo'ysa ham bo'lar ekan. Xo'p, bu yoq tandirxona. Bu yoqqa ham xonamiz bor. Daraxtlar, mevali daraxtlar ekilgan ekan. Yomon emas. 2 xonali kvartiradan puldan ham arzon. Bu esa hovlimiz 5,5 sotiga joylashgan, 5 ta xonadan iborat. Narxi 26,5 start deb so'ralibdi. Sunnatga o'tiladigan joyi bor. Yangi qilib berlar, pastak nomerga bemalol telefon qilib